Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan injenerlik konstruksiyalari fanidan uchinchi ma'ruzamiz metall konstruksiya elementlarini hisoblash mavzusidagi ma'ruzamizni boshlaymiz. Hop. Endi metall konstruksiya elementlariga keladigan bo'lsak, odatda metall konstruksiya elementlari cho'zilishga, siqilishga hamda egilishga tekshiriladi, hisoblanadi. Markaziy hamda nomarkaziy degan tushunchalar sizlarga ma'lum. Demak, agar kuch markazda turgan bo'lsa markaziy, markazdan qanaqadir masofa uzoqda turgan bo'lsa, demak bular nomarkaziy yuklangan konstruksiyalar hisoblanadi. Va biz sizlar bilan markaziy cho'zilishga, umuman olganda bizni markaziy cho'zilish, siqilish, egilishlarni demak sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ya'ni birinchi metall konstruksiyalarni markaziy cho'zilishga ishlaydigan elementlarni hisobini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Konstruksiya elementiga ta'sir etadigan kuchlarni teng ta'sir etuvchisi element ko'ndalang kesimini og'irlik markazidan o'tsa, bunday elementlar demak markaziy cho'zilishga ishlaydi. Misol qilib, po'lat fermalarni quyi belbog'i va ayrim havon elementlarini keltirishimiz mumkin. Mana rasmda sizlar po'lat fermalarni ko'rib turibsizlar. Yoki po'lat arkalarni ham demak biz sizlarga misol qilib aytishimiz mumkin bo'ladi. Markaziy cho'zilishga ishlaydigan metall konstruksiya elementlarini zo'riqqanli deformatsiya holatini demak quyidagi birinchi rasmdagi diagramma orqali sizlar bilan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Markaziy cho'zilishga ishlaydigan po'lat konstruksiya elementlarini mustahkamligi birinchi chegaraviy holat bo'yicha demak siz ko'rib turgan formula orqali tekshiriladi. Demak, bu formulada n elementga ta'sir qilayotgan bo'lama kuch, an elementni ko'ndalang kesimini foydali yuzasi, ya'ni netto yuza, ya'ni aynan cho'zilayotgan yuza hamda y po'latni cho'zilishga bo'lgan hisobiy qarshiligi. Gammasi esa ishlash sharoiti koeffitsiyenti. Y qiymati demak po'lat markaziga qarab jadvaldan olinadi. Cho'zilishga ishlaydigan elementni bo'ylab va ko'ndalang qirqimini siz bu rasmda ko'rishingiz mumkin. Demak, F1, F2 bu ta'sir qilayotgan kuchlar, A1 buni yuzasi bo'lsa, L, AB bular demak orasidagi masofalar. Demak, bitta balka, konsolning balka qisilib mahkamlangan va cho'zilyapti. Buni biz demak rasmda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Elementni foydali kesim yuzasini biza mana shu formula orqali aniqlashimiz mumkin. Ya'ni umumiy yuzadan cho'zilmayotgan foydasiz kesim yuzasini ayirib tashlasak, demak kelib chiqadi. Yuqoridagi formulada keltirilgan mustahkamlik shartini bajarish kam klodli va mustahkamligi oshirilgan po'lat elementlarni zaiflashgan kesimlarida plastik deformatsiyalarni o'sishini cheklaydi. Agar qaralib elementni mustahkamlik ko'rsatkichlari mana shu qizilda yozilgan formula orqali, shart orqali nisbatda bo'lsa, demak bu yerda demak u materialni mustahkamlik chegarasidagi qarshiligi, y materialni o'quvchanlik chegarasidagi qarshiligi hamda gamma ishonchlilik koeffitsiyenti. Bunaqa holatda elementni zo'riqishi uni demak ruxsat etiladigan hisobiy qarshilikdan katta bo'ladigan bo'lsa ham demak uni ishlashiga ruxsat etiladi va mustahkamligi quyidagicha tekshiriladi. Geotexnik inshootlarning metall konstruksiyalarini hisoblashda gamma S 0,72 va gamma U 1,3 deb qabul qilinadi odatda. Cho'zilishga ishlayotgan elementlarning mustahkamligidan tashqari ularni bukirligi ham yetarli darajada ta'minlanishi kerak bo'ladi. Chunki ularni transport vositalari yordamida tashishda, konstruksiyani montaj qilishda hamda ekspluatatsiya jarayonida elementni xususiy og'irlik kuchi ta'sirida soliqlanishdan asrash talab etiladi. Bo'lmasam dinamik kuchlar ta'sirida elementni tebranishda me'yoridan ortib ketishi mumkin bo'ladi. Demak, shuning uchun ham cho'zilishga ishlayotgan elementlarni egiluvchanligi, ya'ni lamida aniqlanib, ularni ruxsat etiladigan qiymatlari bilan taqqoslash ko'rsatiladi. Demak, yuqorida biza demak egiluvchanlikni aniqlash formulasini
ko'rib turibmiz. Bu yerda demak LF elementni hisobiy uzunligi, ya'ni o'sha cho'zilgandan keyin L o'zini geometrik uzunligi bo'ladigan bo'lsa, bunga kuch ta'sir qilgandan keyin u ma'lum bir miqdorda cho'ziladi. LF elementni hisobiy uzunligi deyiladi. Elementni ko'ndalang kesim inersiya radiusi hamda to'rtburchak qo'shiqdagi limiti bu element egiluvchanligini ruxsat etilayotgan qiymati. Eslatma tariqasi shuni eshitishimiz mumkinki, inshoot elementlarida dinamik kuchlar ta'sir etmasa, ya'ni qo'zg'atuvchi kuchlar, cho'zilishga ishlaydigan elementlarning egiluvchanligi faqat vertikal tekislik bo'yicha tekshiriladi. Cho'zilishga ishlayotgan elementlarga ta'sir etayotgan yuklarning yo'nalishi o'zgarib tursa, demak, ruxsat etiluvchan egiluvchanligi qiymati siqilishgan elementlar deb qabul qilinadi. Xo'p, cho'zilishga ishlayotgan elementlarni ruxsat etiladigan chegaraviy egiluvchanligi, ya'ni shu to'rtburchak qog'ozdagi lambdani ba'zi bir qiymatlari mana shu jadvalda keltirilgan. Xo'p, endi markaziy siqilayotgan metall konstruksiya elementlarini hisobi. Demak, siqilayotgan elementligi biz ustunlarni e, misol qilib keltirishimiz mumkin. Sof markaziy siqilishga ishlaydigan elementlar qurilish amaliyotida unchalar ko'p ham ishlatilmaydi. Nazariy jihatdan siquvchi bo'lima kuchlar elementda ko'ndalang kesimini og'irlik markazi bo'yicha bir-biriga yo'nalgan bo'lsa, bunday elementlar markaziy siqilishga ishlaydi. Rasmda demak ko'rishimiz mumkin. Markaziy siqilishga asosan to'g'ri loyihalangan po'lat fermalarni yuqori bog'lam elementlari siqilishga ishlaydi. Havolari bo'lsa, ustunlari kiradi. Markaziy siqilishga ishlaydigan elementlarning mustahkamligi, ustuvorligi judayam ko'p omillarga bog'liq. Masalan, material mustahkamligiga, element uchlarini qanaqa qotirilganligiga, element kesimini o'lchamlariga, ishlash sharoitiga bog'liq hisoblanadi. Element o'lchamlari nisbati qanchalik kichkina bo'lsa, masalan, uzunligini balandligiga yoki uzunligini eniga bo'lgan nisbati qancha kichkina bo'lsa, uni yuk ko'tarish qobiliyati shunchalik ko'p bo'ladi. Va aksincha. Demak, qancha katta bo'lsa, yuk ko'tarish qobiliyati ham shunchalik kam bo'ladi. Markaziy siqilishga ishlayotgan metall konstruksiya elementlarini o'lchamlarini nisbati L taqsim H, demak, kichkina bo'lsa 5-6dan yoki aksincha bo'ladigan bo'lsa, ularning mustahkamligi quyidagicha tekshiriladi. Ya'ni o'sha L taqsim H katta bo'lsa 5-6dan yoki L taqsim B katta bo'lsa 5-6dan. Unda demak, yuqoridagi formula xuddi demak cho'zilishga qanaqa tekshirsak, siqilishga ham xuddi shunaqa tekshiramiz. Aksincha, demak, L taqsim H kichkina bo'lsa, katta bo'lsa 5-6dan, L taqsim B katta bo'lsa 5-6dan, bunaqa holatda demak, formulamizda fi bo'ylama egilish koeffitsiyenti ham qo'shiladi. Bo'lama egilish koeffitsiyentini biz jadvaldan olishimiz mumkin bo'ladi, ya'ni ertaga ruxsat etiladigan hisobiy qarshilik qiymatiga qarab biz demak bu yerda faqatgina bitta misol qilib keltirilgan. Bu jadval uzun, shunchaki sizlar demak taassurotga ega bo'lishingiz uchun bu yerga bittagina qiymat qo'yilgan. Demak, siz lambdani aniqlaganingizdan keyin pi koeffitsiyentni ham aniqlashingiz mumkin bo'ladi. Markaziy siqilishga ishlayotgan po'lat elementlarda bo'lima siquvchi kuchni unchalar katta bo'lmasa, ya'ni eng kritikda katta bo'lmasa, aksincha demak bo'ladigan bo'lsa, elementda bo'lima egilish hosil bo'ladi. Bu yerda demak eng kritik bo'lima siquvchi kuchni kritik qiymati hisoblanadi. 2-3 sharnirli qotirilgan markaziy siqilishga ishlayotgan po'lat elementlar uchun bo'lima siquvchi kuchi kritik qiymati Euler formulasi bilan quyidagicha demak aniqlanadi. Bu yerda biz bilamiz, demak, bu bo'lima elastiklik moduli, Young moduli. Demak, J minimum elementni ko'ndalang kesimini minimal inersiya momenti, LF elementni hisobiy uzunligi. Yuqorida topilgan formula bo'yicha bo'lima siquvchi kuchi kritik qiymati topilgandan keyin elementda hosil bo'layotgan zo'riqishi kritik qiymatini ham aniqlash mumkin bo'ladi, siz ko'rib turgan formula orqali. Va inersiya momenti demak pastdagi formula orqali aniqlanadi. Elif formulasidan foydalangan holda elastiklik modulini o'zgarmas deb qarash kerak. Demak, siqilishga ishlayotgan elementdagi zo'riqishning kritik qiymati materialni proporsionallik chegarasidagi zo'riqishdan katta bo'lmasligi kerak.
Metal konstruksiya elementlari asosan kam g'ilotli po'latlardan tayyorlanishini e'tiborga olgan holda, ularning elastiklik chegarasidagi zo'riqishni taxminan 200 megapaskal bo'ladi. Buni e'tiborga olgan holda biza yuqorida keltirilgan formula bo'yicha Euler formulasini amal qilish mumkin bo'lgan holatidagi elementni egiluvchanligini eng kichik qiymatini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni egiluvchanlik lamada taxminan 105 ga teng hisoblanadi. Demak, element egiluvchanligi 105 dan demak kichkina bo'lgan holatlar uchun Euler formulasidan foydalanish mumkin. Siqilishga ishlayotgan po'lat konstruksiya elementlari real holatda ishlashiga judayam ko'p ta'sir etadi. Ushbu omillar tasodifiy ekstrensitetlarni yuzaga keltiradi. Natijada element markaziy siqilishga ishlaydi deb loyihalansa, u aslida nomarkaziy siqilishga ishlaydi va elementni yuk ko'tarish qobiliyati keskin kamayib ketadi. Tasodifiy ekstensitetlarni yuzaga kelishiga asosan quyidagi omillar sabab bo'lishi mumkin. Masalan, elementni boshlang'ich egriligi, yuklarning noto'g'ri qo'yilishi, loyihada ko'rsatilmaydigan kuchlarni ta'sir etishi, elementning noto'g'ri qotirilishi, element o'lchamlarini loyihadagi o'lchamlardan farq qilishi va hokazo. Demak, shunaqa qilib siqilishga ishlayotgan elementlardagi zo'riqish demak kritikdan katta bo'ladigan bo'lsa, markaziy siqilishga ishlaydigan elementlar o'zlarini yuk ko'tarish qobiliyatlarini yo'qotadi. Demak, ularning ustuvorligini yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ekstensitetlarni e'tiborga olgan holda quyidagi shart bo'yicha tekshirish mumkin bo'ladi. Amaliy hisoblashlarda har safar sigma kritik qiymatini aniqlash birmuncha qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun ham demak loyiha ishlarini bajarishda yuqorida keltirilgan quyidagi formuladan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Pastdagi formula orqali, ya'ni demak sigma kritik o'rniga y ko'paytirilgan gamma s, ya'ni y bu demak ruxsat etiladigan hisobiy qarshilik, gamma s esa yuk bo'yicha ishonchlilik koeffitsiyenti. Bo'lim egilish koeffitsiyenti, ya'ni phi mohiyati shundan iboratki, u siqilishga ishlayotgan elementlarni muvozanat ustuvorligini ta'minlash uchun element materialini hisobiy qarshiligi, ya'ni y-ni zo'riqishni kritik qiymatigacha kamaytirib beradi. Buni demak formuladan ham ko'rishingiz mumkin. Elementda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tasodifiy ekstensitetlar inobatga olinsa esa, demak quyidagi formula orqali biza phi-ni aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu formulada sigma kritik Euler formulasi bo'yicha hisoblangan zo'riqishni kritik qiymati sigma kritik bo'limi siquvchi kuchni tasodifiy ekstensiteti bilan qo'llangan holatdagi zo'riqishni kritik qiymati hisoblanadi. Bo'lim egilish koeffitsiyenti phi bevosita elementni egiluvchanligi lambda va materialni hisobiy qarshiligi y-ga bog'liq bo'ladi. Shunga asoslangan holda loyiha ishlarini bajarishda demak quyidagi jadvaldan foydalanish maqsadga muvofiq. Markaziy siqilishga ishlaydigan elementlarning egiluvchanligi demak quyidagi formula orqali aniqlanadi. Buni biz boya aytib o'tdik, demak LDF elementning hisobiy uzunligi o'sha formula orqali aniqlanadi. Ana endi sizlar bilan cho'zilish va siqilishni ko'rib chiqqanimizdan keyin egilishga ishlaydigan konstruksiya elementlarini hisobini ko'rib chiqamiz. Bino va inshootlarning yopma va ora yopma elementlari asosan egilishga ishlaydi, bilasizlar. Egilishga ishlayotgan po'lat elementlarning mustahkamligi va ustuvorligi birinchi chegaraviy holat bo'yicha tekshiriladi. Ikkinchi chegaraviy holat bo'yicha esa uni biqirligi, solqinligi tekshiriladi. Birinchi chegaraviy holat bo'yicha hisoblashlarda yuklarning hisobiy qiymatidan, ikkinchi chegaraviy holat bo'yicha solqinligini tekshirishda yuklarning normativ qiymatidan foydalaniladi. Egilishga ishlayotgan metal konstruksiya elementlarining mustahkamligi normal, o'rin va keltirilgan zo'riqishlar bo'yicha tekshiriladi. Agar element asosiy tekislarini biri bo'yicha egilishga ishlasa, elastik chegarasi kesimidagi normal zo'riqish epyurasi uchburchak shaklda bo'ladi. Buni demak mana birinchi rasmda ko'rish mumkin bo'ladi. Egilishga ishlayotgan elementlarni hisoblash sxemalari. Demak, A eguvchi moment va ko'ndalang kuch epyuralari, B da demak elementning ko'ndalang kesimi hamda normal va urinma zo'riqishlar